Assalomu alaykum hammaga. Bu videomiz usta aka-ukalarimiz uchun, tushunmaganlar uchun 10x bar qo'yilgan Cobalt mashinasiga orqasida USB portga joy tashib ketilgan. Bu USB portimiz yangi chiqdi, o'sha uchun ulanishi yo'q ekan. Bitta USB port chiqqan bu yerda, bu yerda gabarit yonadi. Gabarit yoqsalaringiz, mana bu ulanishi. Hop, bunday qaragan holatda tepada bittasi uchta noshka bor, o'ta chiqib turgani. Pilis qulanadi ACC1 ga, tagidagi massa. Hop, massani to'g'risidagi yonidagi sariq gabarit qo'llanadi buni. Xullas, nomerini aytganda 4 gabarit, 6 minus, bu yerdan 5 plus. Xuddi shunaqa qo'llanadi. Joyini almashtirib o'rmaysizlar, kuyib qolish ehtimoli bor ekan. Videoni usta aka-ukalarni tashlab qo'yasizlar. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yangiliklar, bunaqa o'rgatishlar hali oldindan beri 3 ta sim chiqqan, 2 tasi minus, ACC1, mana bu gabarit. E'tibor uchun hammaga rahmat.